Salom do'stlar. Bugungi videoda pro jang bahs bo'ylashdi. Mana bu meniki, bu esa do'stimniki. Mana esa do'stim. Salomlash qo'y. Kulgimni qislatdi. Mana birinchi do'stimnikini ko'rsataman. Yumurtalar. Hozir mana ko'rsataman ichini. Voy deysizlar. Mana ichiga bu yerdan kirasizlar. Voy. Mana bu yerda esa mana bu yerda stollari ham bo'lgan. Yoki yuqoriga chiqib ko'rsataman. Mana bu yerda esa fakellar bilan qurshab qo'yibdi, chiqib ketmasin deb. Bu yerda pechka qanday? Pechka. Mana bu yerda ekan-ku pechka. Bu pechkani qarang. Mana endi bu yerdan o'rab qo'yibdi. Yomon emas, judayam yaxshi. Yaxshi. To'plarning o'rniga kirib qo'yamiz. Nima deb turibdi? Ulke veliko deb qo'yibdi. Yumurtalarni olib chiqaylik. Bir bittan. Bu nechta tuxum bo'ldi ekan? Bo'pti. Endi esa o'zimga. Mana bu yerni o'zimga qildim. Bu yerni kuchugimga va bu yer esa o'zimniki. Bu yerda yotoq joyim, kiyimim, bu yerda sandiq va bu yerda narsa emas. Bu yerda gaz. Bu yerda mana endi tashqarisidan ko'rsataman. Voy, o'zim buzib qo'ydim. Hech narsa qilmaydi. Mana menikini qarang. Do'stimni qarang. Qaysi yoqqan bo'lsa, do'stimniki bo'lsa, do'st deb yozib qo'ying. Kommentariyada o'zimniki bo'lsa, sizniki deb qo'ying. Men yechmay qolganlar zo'r qilib yasamoqchi edim. Endi bo'ladi. Va videoga like bosing, kanalimga